Assalomu alaykum. Viloyatimiz hayotiga oid muhim voqea va hodisalar tafsiloti bilan efirda Xorazm 24 informatsion dasturi. Studiyada Murodbek Otajonov. Davlatimiz rahbarining joriy yilning may oyida viloyatimizga tashrifi chog'ida 12-iyun kuni O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan qishloq xo'jaligi xodimi Shakarjon Xo'janiyozova tavalludining 70 yilligi munosabati bilan xotira tadbirlarining nishonlanishini ta'kidlagan edi. Ushbu tashabbus doirasida viloyatimizda taniqli davlat jamoat arbobi tavallud sanasi munosabati bilan bir qator tadbirlar tashkil etildi. Dasturimizning dastlabki lavhasi shu haqda. Tadbirlar Shakarjon Xo'janiyozova tug'ilib o'sgan Bog'ot tumanidan boshlandi. Viloyat rahbari Jo'rabek Rahimov, shuningdek bir guruh faollar, mehnat faxriylari, nuroniylar va keng jamoatchilik vakillari tumandagi yodgorlik poyiga gulchambar qo'yib, uning xotirasiga hurmat bajo keltirishdi. Shundan keyin viloyat hokimi va tadbir ishtirokchilari Nurafshon shaharchasida Shakarjon Xo'janiyozova nomi bilan tashkil etilgan uy-muzey faoliyati bilan yaqindan tanishishdi. Bu yerda rahbar ayolning hayoti va faoliyatidan so'zlovchi bir necha ming eksponat, tarixiy hujjatlar, shaxsiy buyumlar, rasmlar, suratlar va video materiallar ilk bora ommaga havola etildi. Shakarjon Xo'janiyozovaning uy muzeyiga tashrif buyurdik. Bu yerda Shakarjon Yusupovnaning bosib o'tgan salohiyatli umr yo'llari haqida hikoya qiluvchi mana juda manbalar bor. Hozir mana shu biz Xorazm Makkatta Xorazmska Pravda gazetalarini mana Shakarjon Yusupovna tavalludining 70 yilligiga boshladik. Shakarjon Yusupovnaning mehribon ona, sevimli buvijon deb rukun qo'ydi. Mana shu yerda mana shu 5 nafar farzandni oqil fozil qilib voyaga yetkazganligi va bugungi kunda mana shular turli sohalarda samarali faoliyat yuritayotganligi haqida fikr yuritildi va viloyatimiz miqyosida Shakarjon Yusupovnaning 70 yillikka boshlab o'tayotgan tadbirlar haqida mana shu gazetamizda o'rin olgan. Viloyat teatrida Shakarjon Xo'janiyozova tavallud kuniga bag'ishlangan xotira tadbiri bo'lib o'tdi. Unda respublikamizning taniqli jamoat arboblari, ijodkorlar ishtirok etishdi. Viloyat teleradio kanali ijodkorlar tomonidan yaratilgan Matonat, sadoqat va burch hujjatli filmi namoyish qilindi. Viloyat hokimi Jo'rabek Rahimov va bosh vazir o'rinbosari, oila va xotin-qizlar qo'mitasi raisi Zulayho Mahkamovalar so'zga chiqib, Shakarjon Xo'janiyozovaning viloyatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga qo'shgan hissasini e'tirof etdilar. Shuningdek, viloyatdagi xotin-qizlar o'rtasida Xo'janiyozova nomidagi rahbar ayollar tanlovi o'tkazish, jasoratli va mehnatkash ayol sifatida Shakarjon Xo'janiyozovaning hayoti keng yoritilishi ta'kidlab o'tildi. Shundan keyin viloyatimizning bir guruh faol xotin-qizlari turli nominatsiya bo'yicha rag'batlantirilib, tashakkurnoma va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Mustaqillikning ilk yillaridan boshlab og'ir sharoitli yillarda Shakarjon opa Xo'janiyozova xalqimizni baxti uchun, xalqimizni muammolarini joylarda bartaraf etish va Xorazm viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga o'zining halol mehnati bilan, fidoyiligi bilan va yuqori mas'uliyati bilan mehnat qilganliklarini hurmatli prezidentimiz alohida e'tirof etdilar. Va Xorazm viloyatiga bo'lgan tashriflarida Shakarjon opani ruhini shod etish, xotirasini abadiylashtirish bo'yicha keng ko'lamli ishlarni amalga oshirish bo'yicha tashabbuslarni ilgari surdilar va bugungi kunda Xorazm viloyat ahlini ana shu tashabbusni qo'shqo'llab qabul qilib, bularni har bir xonadon, har bir korxona tashkilot, viloyat hokimligi rahbarligida juda katta samarali ishlarni amalga oshirayotganliklarining guvohi bo'ldik. Ularni uy muzeylarini tashkil etilganligi, ularning nomiga ko'chani nomlanganligi va xotin-qizlar sportini rivojlantirishga qo'shgan hissalarni e'tiborga olgan holda badiiy gimnastika maktabini Shakarjon opa nomiga berilayotganligi ham kelgusi avlodlarga Shakarjonlarni yuqori mas'uliyatli, vatansevar va xalqi uchun fidoyi yoshlarni tarbiyalashda bir namuna maktabi bo'la oladi desam mubolag'a bo'lmaydi. Yubiley munosabati bilan Shakarjon Xo'janiyozova ta'lim olgan Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy tadqiqot universiteti rahbariyatining tabrigi o'qib eshittirildi. Tadbir davomida respublikamizning taniqli san'at va madaniyat namoyandalarining hamdil izhorlari tinglandi. Viloyat teatri jamoasi tomonidan tashkil qilingan teatrlashtirilgan dastur barchada iliq taassurot qoldirdi.